Assalomu alaykum kanalimizning obunachilari va mehmonlari. Mana hozir sizlarga kompleksimizni to'liq tanishtirib o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek bu yerda mangal, 3 ta qozon bor, keyin tandirning yonida gaz plitaning yonida esa moyka bo'ladi. Mana bu qurib bitkazilgan kompleksimiz ponni laklash jarayonidan o'tgan. Mana ko'rib turganingizdek chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan kompleks. Azizlar, bunga nech pul ketdi deb savol bo'lishi mumkin. Bunga общий shu $2,500 atrofida pul ketdi. Usta haqqi, stroy material. Bu yerda 2 xil g'isht ishlatilgan. Lego g'isht hamda огнеупорный g'isht, issiqqa chidamli. Eshiklari chugun. Qozonga keladigan bo'lsak, 200 litrlik qozon qo'yilgan. Ikkinchisi 150, uchinchisi 30 litrlik qozon. Azizlar, videoni ko'rishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.